Hamma salom bolalar. Bugun men yangi yil kunida shunaqa Brawl Stars degan o'yindan zo'r video olib kelmoqchi edim sizlarga. Shuning uchun men bitta podarka ochib olamiz. Mana shu o'yinda shunaqa zo'r narsalar borki, men hammasini deyarli ochib tashladim. Hozir men nimani oldim? Mana qo'yamiz. Bu yerda novagodniy narsalar, bizdan yangi yilgi narsalar bor ko'pgina. Mana bunga yangi yilgi skin ochganman. Hatto bunga ham qaniga. Mana ham bor edi. Senga ham bor ekan. Aldayapti. Menga yo'q. Bu yerda bunga hali skin ochganman yo'q. Ochsammikin 53 ta olmadim bari. Haydi ochmay qo'yaman. Duel o'ynasammikin. Duel o'ynaman. 3 baytga bir qo'yamiz. Ketdik. Bu duelda biz bitta odam bilan urushimiz kerak. Uni hamma odamlarni o'ldirib chiqishimiz kerak. Yutamiz shekilli. Edgar Frank var ekan xolos unda. Lekin men hali ularni ochmayman. Bunaqa zo'r bayt. Shu yerda kutib o'tiramiz. Eshit qara. Vipmisan? Men ham vipman ko'rding. Nima qilibsan? Chiqonchalar kelyapti. Yo'qolay. Jonim bor edi. Ana birinchi raundni yutdim. Yani ikkita raundni yutib qo'ysam bo'ldi. Xuddi. Oralardan kimdir xuddi yoqtiram. Masalan, men maktabga borganimda har doim xuddi yoqtirdim. Qayoqqa yo'q? Bo'ldi. Mendan bekin olmaysan. Yo'q, qanday o'ldirib qo'yishim mumkin bu meni. Men ikkinchi baytimda albatta yutishim kerak. Yutishim kerak emas, shart. Ninalar bosmasam nima bo'ladi? Hech narsa. Yana mana shu joyga bitim olib ketiladi. Yo'q, o'la qanday yutqazib qo'yapman. BB'da aniq yutishim kerak. BB'da yomon o'ynayman. Kelyapti. Men bo'lsa o'tlar orasidaman. Keldi, bratlar. Jonu вообще ko'p buni. Qanday yengish mumkin bu bratlarni? Qani maqqa. Bitturaman, hech narsa bo'lmaydi o'rtoqjon. Shu bitturgamga yaramaysanmi shu? Yig'lab o'tiribsan. Ana yutdim. Oxirgi bayt qoldi. Keldi o'zimga qaytib keldi zuvachga. Burni sotdim. Yutqizishni xohlamayman. O'la qattiq qoldi. Bir marta yutqizdi xolos qoldi. 200 sekundga berishdi. Xapa deyman. Xapadan keyin 200. Men bu yerda hamma narsani ochib bo'ldim. Nima qilaman? Hozir men mana shu qiyin mashalani ochyapman. Lekin ketdi. Bu videoning ikkinchi qismini ham hali olaman, lekin sizlarga yoqishi aniq bu videolarim, chunki men yutqizdim bu bayt. Ularda baytlar qaranglar. Buni eslamayman, buni ham
quyon emasmanmi? Lekin bizni tushunish mumkin, chunki bizda Edgar bog'ini sharif tashlaydi. Bu frontdan yomon-da, lekin yaxshi, ikkinchi raunddan yutsa bo'ldi. Men o'qidaman. Seni baytda uyquchiroqda shunqa. Uyquchi baytlar. Nasıl qattiqlar? Yutdik. Yani kim futbol oynashni yoqtiradi? Men mazmunli brawl o'ynashim mumkin. Hozir futbol o'ynash yoqadigan bo'lsa sizlarga. Oh, men yoqtirganim Epic ham bor. Nima bu? 200 ta tanga. Boshim uraman tan. Hammasi vipli. Buni aytibdi. Ette 10 ta mana 10 ta bir balo kredit. Kredit nimaga kerak? Kredit bayt ochgan kerak. Baytni almashtirsa bo'ladi. Bu yerda men Mortis ochaman, Taran ochaman. Albatta anaqa nima Max ochaman. Leon ochaman, Warren ochaman, Spike ochaman. Mashina Grift ochaman. Bu yerda sirli. Yo'q. Nima? Mek qani bu yerda? Mek ochishdi. Albatta Mek. Lekin sizlarga ko'rsatadigan bitta narsam bor. Kadzi bu nima degani? Kadzi bu eng zo'r odam. Kadzi mana eng zo'r odamki u 999 ta olmoqdir. Super legendarka. Ultra legendarka ekan. Mana yomon-da lekin bari. Shunday qilib qora bo'lib qoladi. Uni qopib kiyib shu. Hali ochmaganman-da lekin. Nima? Mana futbolni yoqtiradiganlar uchun brawl o'ynayman. Agar futbolni yoqtirsalar, shuni ochaman. Albatta yutamiz-da. Men bir uyquchi bashara, bu Frank, bu Edgar, ularda nimalar borligi bilmayman. Şu qattiq qolaveraman. Jon berakan bu. Dep men seni himoyalab turaman. Gol men urmayapman. Men axir artefaktman, men gol urishim kerak. Wow, chill. Frank ham yaxshi to'pni olish kerak. Men hozir gol uraman. Bam. Ana yutdik. Yutdik. Shular yutish oson. O'rtalarim o'ynayotgan bo'lsa, o'rtalarim bilan birga o'ynasammikan? Balki o'rtalarim bilan birga o'ynarman. Qani o'zbekchalar o'ynayapti. Voy, duet shunchaga o'rtag'im. Qaysin bilan o'ynasam, barcha hech kim bilan o'ynamay turadi. Questlar, faqat quest. Nima qilish kerak? Mana meni akkauntim. Menga duzli tashamoqchi bo'lsalar, shu Brawl Stars o'yinida ID'm yozib olinglar. Tilted Artifact. Bu nomni o'zim qo'ymaganman, lekin Tilted Artifact yoki men shu karakterni rasmga olib meni karakter rasmga olib menga duzli tashlab qo'yishlar mumkin. Yaxshi, endi nima o'ynasam bo'ladi? O, zachistga bor ekan. Men yoqtiraman shu zachistni.
5 ve 5 zachistga. Nima qilish kerak? 20 marta o'ldirish kerak bu odamlarni hammasini. Biz yutamiz. Bitta legendarka bor ekan. Mena legendarniyman u. Xos top deb. Bola sindirsa bo'ldi. Mashi. Evet, bence bu vuruna legendarka ne? Zaharlap koyanlıydı. Vur. İyi böyle. Ana ne? Bir tane kan. Krov öldürdü. Hatta vurun hıtır öldürdü. Ne öldürdü? Ana zona kırılsan kırılma tekrar. Öyle nasıl kötü ya? Oy ne de cin orası. Bakal bu. Bak ben birinci matta öldüm böyle yaptım. Ularda en güç var. Bizde 13 var. 10 da köpümüz var. Bir kaç köpümüz var. Ma sen ne yapıyorsun? Canım kötü yaptı. Hadi öldü. Koyonca. Bitti aç kal. Doğru yuttuk. Okurusunu ben öldürdüm. Şuna kadar kızıkarlı oyunda öğretim bari. Yani bir mantığı oynasa bildiğinde 1000 tane verirlerdi. Gene 100 tane enerji, 200 tane Brook olan. Brook olsam hamma redki baytlar toplab çıkan bolaman. 7 redki bayt toplaman. 24 dolarım bu halas mı? Ne hakikaten lokman mı? Yani lok deb o'ylaydiganlar men xafa bo'lib qolaman, lekin men shuna deb o'ylashlar bor. Men axir harakat qilyapman. Obunachilarimni birinchi maqsadim 50 ta bo'ldi. Shu 50 taga hali ham yetolmadik. Kadzi bor ekan. Kadzi. Bugun YouTube kanal ochganimga necha kun bo'lyapti. Endi sizlar yozib yuboringlar men. Shuncha paytdan beri men 50 taga yetganim yo'q. Taga yetish uchun men shuncha harakat qilsam bu. Voy, qanday o'ldim? O'lib qoldim. Mana o'ldim. Deb o'ldi. Hadi kimdir bor? Ya mana Karl bor ekan. Trank mı? Trank mı? Tüt taçkıyız. Asaya böldü. Süper ultra. Asayı mı öldürdün mü? Gittik. O 500 de HP işte 11 de 40. Hammasini bo'lgan 1600 bo'lsa press start berishadi. Agarda keyin mana bu tepaga chiqib olsam-chi, 1000 ta mana uni bersa, men ana shu 1000 taga nima ochaman? Ana shu 1000 tani sen ochaman. Ya. Leon shapkasini kiyib olib, El Primo kallasini shu. Voy, deb hamma populyarni skinni sende ekanmi? To'xta sendek. Ayol kontrol ekan bu. Kontroller bu tani. Yomon. Video olayotganimga 14 minut bo'libdi, 20 minutlik qo'yaylik shu yerda. Ana zachistga 5 na 5. Biz yutishimizni ko'zmi? Ha, ko'z 1 2 3 4 raqamda turgan mana ko'z. Yana qari deyman, nima deysiz? Men ruhlatib o'zbek tilini uncha eslolmay qoldim. Ularga ikki ochko bizga birak 2 bo'ldi. Endi hisob uxla.
Sleep time. Böyle. Ha ha ha. Ve hammasi gaz mı? Gaz. Bu şar durgan bola böyle bunu öldürüş xavfli. Bunu öldürsanız yaşayın. Ana böyle. Mana gel. Zaharlı içinde. Niye canı bir... Hayatta canı bir koyun adam. İnşallah canı tokus olursan kimi sana öldü. Doğru da bu. Ya bir. Nereden bir? Şu cadı kapsamalısın. Ye boy. Sleep time. Ana. Dikkat çıkalım. Bunu yuttuk. Şimdi şu yutkanımız için videoda şu videoyu da turatamiz. Etti ya video ikinci kısmını olaman ve hammaga yoqimli tepki